to'yimizga 5 yillik bo'lganligi munosabati bilan turmush o'rtog'im meni shunaqa ham niyat qilayotgan, lekin hali beri kutmayotgan sovg'ani, ya'ni Robaklin plisosini menga sovg'a qilib berdilar. Shunaqa xursand bo'lib ketdim. Srazi plisosni ochib, uni ishlatishga qaror qildik. Birinchi bo'lib zalli plisos qilishni boshladik. Qizlar qo'linglar bilan shunda o'shab tursanglar, ushamasanglar ham o'zi yurib plisos qilar ekan. Lekin maslahatim qattiqroq ushanglar, yana sizlardan qochib ketmasin. Saldan ozgina joydan chiqqan choch bilan bu loyi ko'rib, ozgina turmush o'rtog'im oldilarida xijolatdan bo'ldim. O'g'lim yotadigan joyini plisos qilgandik, ichidan chiqqan mag'zavani ko'rib to'g'risi hayron qoldim qizlar. Keyin divonimga choy to'kilgandi, hech qaysi stressga ketkazib olmayotgandi. Robaklin bilan bitta ikkita shundoqqina qilgandim. Divonim mopolligini ko'rib o'zim ham hayron qoldim. Akbar akam aytdilar, hozir bitta narsa qilaman, Robaklinning kuchi yetmaydi dedilar. Oppoqqina gilamimga tomatni pasta to'kib tashlasalar, Robaklinni shundoq nasatkasini olib bitta ikkita yurg'izuvdim. Gilamim oldingidan ham oppoq bo'lib ketdi. Qizlar, sizlar ham ekranda yozilgan shu nomerlardan Abdulaziz akaga murojaat qilib, sizlar ham xarid qilsanglar, mana shu $100 girmanskiy qozon sizga tekinga beriladi qizlar.